yuzasiga skapula, os skapula. Xo'p, kurak suyagi demak qo'lning kamar suyaklaridan biri. Ya'ni birinchisi omro, ikkinchisi bu demak skapula, kurak suyagi. Xo'p, kurak suyagi demak bizda uchburchaksimon suyak hisoblanadi va aynan yelka bo'g'imini hosil qilishda asosiy qatnashadigan suyaklardan biri. Xo'p, uni demak yuzalari, orqa yuzasi facies posterior hamda bizda facies costalislar bo'ladi. Ya'ni bu orqa yuzasi umumiy olganda. Ya'ni orqadan ko'rinishi, orqa yuzasi deyiladi. Hamda bu ichki yuzasi yoki qovurg'alarga qaragan yuzasi. Chunki bizda kurak suyagi aynan qovurg'alarning ustida yotadi, orqa tomonda, lateral tomonda. Shuning uchun bizda facies costalis nomi olingan. Xo'p. Demak, yuzalar tushunarli. Endi bizda kurak suyagi uchburchaksimon suyak dedik. Va shu sababli uchburchak bo'lgandan keyin bizda demak uchburchak bo'lgandan keyin aynan 3 ta burchak hamda 3 ta tomon farqlanadi. Shuning uchun bizda demak kurak suyagida aynan mana bu masalan mana bu hamda umumiy mana shu burchak hamda mana bu burchaklar farqlanadi. 3 ta burchak. Va ular demak mana bu yerda dedik umurtqa bor deb tasavvur qilaylik, chunki umurtqadan qisman lateral tomonda yotadi. Umurtqa bo'lsa demak bu tomoni medial tomon, mana bu medial tomon hamda bunisi yuqori burchak. Angulus superior. Ya'ni yuqorigi burchak. Va bu bizda lateral tomonda joylashganligi uchun demak angulus lateralis. Hamda bu pastki burchak nima bo'ladi? Angulus inferior bo'ladi. Demak, yuqoriga, pastga hamda lateral burchaklar. Va shu uchala burchakni o'zaro birlashtirib turgan tomonlar, ya'ni bizda margolar bo'ladi. Margo. Xo'p, birinchisi demak margo superior. Ya'ni mana shu tomon. Yuqoriga va lateral burchaklarni tutashtirib turadigan tomon bizda margo superior. Yuqoriga qirra yoki tomon desak ham bo'laveradi. Hamda bizda mana bu medial tomonga, medial o'qqa yaqin bo'lgani uchun bizda medial demak margo medialis. Hamda bunisi esa bizda margo lateralislar farqlanadi. Xo'p, demak bizda tuzilmalari shular, qismlari shular asosan. Va endi biz shu yuzalari bo'yicha gapiradigan bo'lsak, tak. Ularni o'chirib olaman. Bizda xo'p, birinchi navbatda orqa yuzasidagi tuzilmalarni ko'rib o'taylik. Orqa yuzasi. Demak, orqa yuzasi ko'rinishi shu tarzda bo'ladi. Xo'p, orqa yuzasida gaplashadigan bo'lsak, birinchi ko'zga ko'rinadigan tuzilma bu aynan kurakni o'tkir o'sig'i hisoblanadi. Ya'ni mana shu qismdan mana bu burchakgacha bo'lgan qism mana bu. Bizda shu qism aynan spina scapula deyiladi. Spina scapula, ya'ni kurakni o'tkir o'sig'i. O'tkir, kurakni qirrasi deyish ham mumkin. Xuddi shunaqa nima bo'ladi. Va uni davomiy sifatda davom etadigan o'simta bu demak akramion. Processus acromialis yoki qisqacha qilib akromion. Akromion o'sig'i bo'ladi. Va hamda bizda kurakni qirrasi aynan orqa yuzasini ikkita qismga bo'ladi. Ikkita chuqurga bo'ladi. Chuqurlik deylik, fossa. Va bular demak yuqoridagisi bizda fossa supraspinatus, ya'ni spina, ya'ni qirrasini yuqorisidagi chuqur, fossa supraspinatus. Hamda endi pastda qanaqa bo'ladi? Fossa infraspinatus. Demak, qirradan pastga chuqurlik. Va aynan bu chuqurliklarda bizda ahamiyati bor. Bular bu ham bo'lsa, aynan xuddi shu nomdagi, ya'ni supraspinatus hamda infraspinatus nomidagi muskullar joylashadigan joyni hosil qiladi. Va demak, shunga ko'ra aynan yuqoriga chuqurda bizda fossada qaysi muskul? Musculus
supraspinatus. Qanday pastki chuqurda demak musculus infraspinatus muskuli joylashadi. Xuddi shu chuqurliklarda to'liq to'ldirib turadi. Shuning uchun orqadan yozganmiz biz skapulani xuddi shunday suyak qismini bilmaymiz. Chunki uni ustida muskullar yotadi. Lekin biz orqadan aynan spina skapulani bilishimiz mumkin, palpasida bilishimiz mumkin. Xo'p, bundan tashqari bizda aynan mana bu lateral qirg'oq margo lateralisida o'rta qismiga, aynan o'rta qismidan pastroqda mana shu qismlarga taxminan bitta muskul kelib birikadi. Bu muskulning nomi bizda musculus teres minor. Ya'ni kichkina teres aylantiruvchi muskul. Hamda undan pastki, undan pastroqda esa musculus teres major muskuli. Bu major, bunisi minor. Kichik va katta aylantiruvchi aylana muskullar kelib birikadi. Musculus teres minor, teres major kelib birikadi. Xo'p, bizda orqa qismida aytaylik ma'lumotlar shu. Hamda bizda buni narsa qolib ketibdi. Spina skapulani demak lateral burchakka borish qismida mana bu yerda chuqurlik bor, o'yiq, o'yma deyiladi bu. Incisura scapula. Incisura scapula. Ya'ni kurakni o'ymasi. Buni ham ahamiyatlari bor. Xo'p, demak bizda orqa qismida asosiy aytadigan narsalar shu. Xo'p, demak biz endi ichki yuzasini ko'ramiz, ya'ni fasciis castalis. Fasciis castalis demak ichi to'liq bo'shliq, ya'ni chuqur. Xuddi orqa tomonda fossalar ko'rdik ikkita. Buni ham ichi fossa. Demak, faqat boshqacha fossa. Demak, buni bo'ladi fossa subscapularis. Sub degani osti degani. Subscapularis. Ya'ni subscapularis, ya'ni kurak osti chuqurchasi. Bu yerda ham xuddi shunaqa muskul yotadi, ya'ni to'ldirib yotadi. Bu musculus subscapularis musculus subscapularis demak to'ldirib turadi. Va musculus subscapularisni ustidan yoki buni orqa parchasi aytadigan bo'lsak, ostidan bizda mana bu yerga margo medialis bo'ylab yana bitta muskul, musculus demak musculus serratus anterior birikib turadi. Qirrasiga xolos. Lekin ichini asosiy musculus subscapularis to'ldirib turadi. Xo'p, endi bizda ichki tomonda ko'rinadigan tuzilmalardan biri bu yana mana shu yuqoridagi akramionni davomi, mana akramion o'sib, hamda bu yerda yana bitta o'simtasi ko'rinib turadi, mana bu narsa. Bu demak ko'rinishi mana shunday turibdi. Va buni nomi esa processus coracoideus. Coracoideus, ya'ni tumshuqsimon degani. Coracoideus ma'nosi tumshuqsimon. Processus coracoideus, ya'ni tumshuqsimon o'simta. Bunga asosiy muskullar kelib birikadi, o'sha yelka bo'g'ini hosil qilayotganda. Xo'p, bundan boylanmari ham bor birikadigan. Xo'p. Va uni ostida biz yuqorida uncha yaxshi ko'rinmadi. Haligi orqa yuzasi uncha zo'r ko'rinmaydi, ichki yuzasi mana nisbatan ko'rinadi. Mana shu qism mana bu bo'shlig'i demak chuqurcha bo'ladi bu ham. Faqatgina bu endi cavitas glenoidalis. Glenoidalis, ya'ni yelkani katta chuqurligi. Xo'p, bu aynan yelka suyagini boshi kelib birikadigan joy, ya'ni bu yerda bo'g'in hosil bo'ladi. Xo'p, bundan tashqari shu cavitas glenoidalisni orqaroq qismida aynan shu qismlar o'zi deylik boshi deyiladi skapulaning, ya'ni caput scapula. Hamda undan keyingi mana bu qismlar bizda anatomiyada endi deyarli bu ko'rinmaydi, farqlash qiyinroq biroz, lekin shu yerda bo'yni bor. Demak, boshning orqaroq qismida bo'yni, collum scapula bo'ladi. Demak, caput scapula, collum scapula bo'ladi. Xo'p, bu bizda mana bu yerda incisura mana ko'rinib turibdi. Incisura scapula. Tuzilmalar aynan shular. Xo'p, endi biz buni skapulani mana shu qismni bunday burib ko'ryapmiz, mana shu qism, yon tomon. Demak, odamning yon tomonidan ko'rinishi. Xo'p, bu yerda bu shakli juda ham qulay tuzilmalarni o'rganishga va demak asosiy tuzilmasi mana boya gaplashganimiz cavitas glenoidalis. Mana shu bo'shliq o'zi chuqurcha hisoblanadi. Cavitas glenoidalis shu bo'ladi. Ya'ni demak cavitas glenoidalis. Ya'ni katta chuqurligi. Hamda cavitas glenoidalisni yuqori pastki tomonlarda do'mboqchalari bor. Bular demak yuqori tomonida
ana shu do'mboqcha birinchisi demak yozilgan tuberculum supraglenoidalis. Glenoidalisni yuqorisidagi do'mboqcha hamda pastdagisi mana biroz kattaroq bo'ladi, biroz pastroqqa tushadi mana bunday. Bu ham tuberculum infraglenoidalis. Glenoidalisni pastidagi tuberkulum, endi do'mboqcha. Bularning vazifasi nima? Xo'p, bizning tuberculum supraglenoidalisga aynan yelkani ikki boshli muskuli bor. Musculus biceps brachiyni bitta boshi kelib birgan. Ikkinchi boshi ham bor. Ikkinchi boshi bizda mana bu qismga kelib birgan. Va bizda tuberculum infraglenoidalisga esa yelkani uch boshli muskuli musculus triceps brachii demak bitta boshi kelib birikadi. Xo'p, bundan tashqari mana bu bizda akramion usuli yozib qo'yaylik. Akromion. Ana buni demak processus coracoideus. Ya'ni tumshuqsimon o'simta. Va bizda tumshuqsimon o'simtaga ham asosiy muskullar kelib birikadi. Bular demak yon tomondan musculus mana yon tomoniga musculus pectoralis minor, ya'ni kichik ko'krak muskuli, hamda mana bu qismga uchki qismiga, mana uchki oldingi sohalariga aynan musculus biceps brachiyni ikkinchi boshi kelib birikadi. Ya'ni ikki bosh keldi-ku, shu ikkinchi boshi kelib shu yerga birikadi, mana bu joylariga. Bizda demak shular. Va asosiy processus coracoideusning 3 qismiga uch qirrasiga bizda qaysi muskul? Musculus brachialis. Ya'ni tumshuqsimon yelka muskuli kelib birikadi. Buni ikkinchi uchun, ya'ni birikadigan insertyor qismi yelka suyagiga kelib birikadi. Buni yelka suyagini gaplashganimizda yana batafsil to'xtalib o'tamiz aynan shu muskullar haqida. Demak bizda asosiy tuzilmalar shu. Va bizda skapulani boshqa so'ylardan ajratib olganimizdan so'ng bizda shunaqa narsa bo'ladiki, uni o'ng yoki chapligini aniqlash kerak bo'ladi. Va aynan shu holatda biz nima qilamiz? Birinchi navbatda skapulani shunday ushlashimiz kerakki, xuddi organizmni qanday turgan holatda ushlasak, shunda tushunish osonroq bo'ladi. Va birinchi navbatda aynan spina scapula, ya'ni ko'rakning qirrasi yoki o'tkir o'sig'i dedik-ku, aynan shuni orqa tomonda bo'lishi kerak. Xuddi shunaqa holatda turganda, xuddi shunaqa holatda qo'yishimiz kerak. Ya'ni spina scapulani orqa tomonga olishimiz kerak, xuddi shu holatda. Va bizda shu turganda shunday e'tibor beramiz. Agar mana bu cavitas glenoidalis o'ng tomonda bo'ladigan bo'lsa, bizda bu skapula qaysi tomonniki? Albatta, o'ng tomonniki. Agarda shu spina scapulani orqa tomonga oladigan bo'lsak, olganimizda cavitas glenoidalis chap tomonda bo'lsa, unda bizda skapula chap qo'lniki bo'ladi. Va buni sxema tarzida ko'radigan bo'lsak, demak, birinchi shart spina scapula orqada hamda bizda shartlar cavitas glenoidalis chap tomonda bo'lsa, bu chap ko'rak suyagi. Agar cavitas glenoidalis o'ng tomonda bo'lsa, bu o'ng ko'rak suyagi bo'ladi. Faqat e'tiborli bo'lish kerakki, aynan skapulani ichki tomoni bilan ko'radigan bo'lsak, unda biroz shartlar o'zgarishi mumkin. Shuni inobatga qo'yish kerak. Iloji boricha o'sha tanada qanday turishiga ko'ra olganimiz ma'qulroq bo'ladi.